etiladi. Davom etamiz. Tibbiyotda kishi necha yoshda bo'lmasin, tinimsiz mehnat unga yoshlarga xos shijoat baxsh etishi o'z isbotini topgan. Navbatdagi lavhada so'z boruvchi 73 yoshli onaxon ham ana shunday tinib tinchmaydigan, suyagi mehnatda qotgan ayollardan. Ushbu lavhani tomosha qilib, bunga siz ham amin bo'lishingiz mumkin. 73 yoshda yoshlardek velosiped haydash. Shijoat va tinimsiz mehnat ham o'sha. Ishlamasak turolmaymiz biz. Nabiraxon aya Mirzaqandova faoliyati haqida so'zlaymiz. Ulug' yoshga yetgan bo'lsa-da, faoliyatdan to'xtagani yo'q. Bundan bir necha yil avval mana bu yerni sotib olgan aya mana shu yerni obod qildi. Boshlanishda jo'xori va shu kabi ekinlarni ekishgandi. Nima topsak, eksak, chiqadigani chiqardi-da. Aya Sobirjon ota bilan uzoq yillardan beri birga yashab keladilar. Tomorqaning sirlarini ham birga o'rganganlar. Birga yashab, mana 50 yashadimiz. Ammo lekin biror marta sanmanga bormadik, urushmadik. 4 qiz va 1 o'g'ilni o'stirdik. Nabiraxon aya qishloqda o'sgani sababmi tomorqa sirlarini yaxshiroq biladi. Shu uchun yerlariga uzum ko'chatlarni ekdilar. Yolg'iz tomonga turmushga chiqmayman dedim. O'sha chiqib, o'sha banisaga o'sha 73-yili kirganimcha. Tomorqachi aya uzoq yillar davomida shifokor bo'lib ishlagan va kasbidan kamol topganlardan. Ammo dehqonchilikni ham boshqacha yaxshi ko'raman deydi aya. Dehqonchilikda shunisi yaxshiki, ancha-muncha narsani eslamaysiz. Yaxshi, lekin ham o'zingizni qoningiz yurishib, oyoq qo'li chaqon bo'lib. Bugun ularning tomorqasida turli uzum navlarini ko'rishingiz mumkin. Rizamat, charoz, kishmish, husayn, xullas 10 ga yaqin turdagi uzumlar bor. Tog'ingiz ikkovimiz bir-birimizga ham pobizda birgalashib ikkovimiz qilaveramiz. Tinib tinchimas aya uzum payvandlashni ham biladi. Yangi navlarni olib kelib bog'dagi uzumlarga uladi ham. Natijasi yomon emas. O'ltirga ulaganimiz xudo xolasa yil 3-4 yosh berdi dehqonchiligini. Aya uzumlarni parvarish chog'i bu mevaga so'zlayotganiga guvoh bo'ldik. Ochig'i bu bizni hayratga soldi. Gaplashamiz, nima gaplashamiz endi. Yaxshimi sizlar tushunasiz, sizlarga hujum qilmayaptimi? Deymizda endi. 73 yosh bu qarilik emas. Aksincha, yangi davrdan dalolat. Hali uzoq yillar davomida mana shu tomorqa bilan ovora bo'laman deydi aya. Bizga o'zimiz sog' mashina qilib sog' yursak, bu bizga shu yetadi. Shu bolalarimizga bosh bo'lib. Qo'shni mahalladagi sotuvchi bu uzumlarni xorijga eksport qilishni reja qilyapti. Shu sababli savdoni pishirish kerak. Aya mana shu insonni xonadoniga velosipedda yo'l oldilar. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.